what's up? Nigga, obunachilar, bugungi videoda biz Ovozingni o'chir Tunka. Videoni men boshlashim kerak edi. Yo, what's up? Meni kuzatib o'tirgan o'pog'aylar. Men tansaylar kerak. Men o'sha Leoman. Biz mana bu Tunkani bugungi videoda o'rganib chiqamiz. Joylarga yaxshilab o'tirib olgan bo'lsanglar, biz videoni boshladik. Bu Tunkaning ismi aslida Cracking. Ba'zilar aytishadiki, bu Crackingni o'ldirish juda ham qiyin deb. Aslida bu juda ham oson. Sizlarga Pale Garden o'rmonida uy qurishni maslahat bermayman. Chunki hackerning videosidagidek bo'ladi. Tezroq uy qurish kerak, kech bo'lib ketyapti. Bu yer uy qurish uchun zo'r joy ekan. Shu yerga uy quraman. Stop. Bu g'alati joy. What the fuck? Bu yerlarga hacker bo'lmamiz kemasligimizni aytgan. Mavzuga qaytsak, biz aslida Crackingning hayoti va ijodini o'rganayotgan edik. Siz bir marta bo'lsa ham Cracking nomini eshitgansiz. Cracking bu cracker emas yoki shakerning mo'masi emas. Bu bir oddiy Tunka desam ishonasizmi? Yo'q, ishonmang. Bu qop-quruq gap. Cracking o'lmaydi, chunki uning yuragi daraxtlarning orasida bo'ladi. Agar siz daraxtlarning orasida mana bunday buyumni uchratsangiz, uni darhol sindirib tashlang. Bu o'zingizga foyda bo'ladi. Hattoki villagerlar ham bu Crackingdan qo'rqishadi. Negaligini bilmayman, lekin villagerlar ham Crackingdan qo'rqishar ekan. A few moments later. Obunachilar, biz videomizni shu yerda yakunlaymiz. Siz Cracking haqida o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bilib olgan bo'lsangiz kerak. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.